Texnologiyalar hamma narsani o'zgartirib borayotgan bugungi dunyoda biz sizga sog'liqni saqlashning eng zamonaviy yondashuvini taklif qilamiz. Innovatsiya va g'amxo'rlik uyg'unlashgan klinika Javohir Medical Center'ga xush kelibsiz. Javohir tibbiyot markazi Qashqadaryodagi eng yirik ko'p funksiyali tibbiyot kompleksidir. 2024-yil 15-aprel rasman faoliyatini boshlagan klinikamiz qisqa vaqt ichida bemorlar ishonchini qozondi. Qisqa vaqt ichida biz 3000 dan ortiq muvaffaqiyatli operatsiyalarni o'tkazdik va har kuni 600 nafargacha bemorga xizmat ko'rsatamiz. Bizning mutaxassislarimiz keng xalqaro tajribaga ega bo'lgan oliy toifadagi shifokorlardir. Ular doimiy ravishda malaka oshirib, zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda qatnashadilar va tibbiyotdagi eng so'nggi yutuqlardan xabardor bo'lib turadilar. Javohir klinikasida barcha tibbiy muolajalar eng zamonaviy, yuqori texnologiya uskunalari yordamida amalga oshiriladi. Bu esa diagnostikaning tezligi va mutlaqo aniqligini ta'minlaydi. Klinikamizda o'rnatilgan barcha uskunalar zamonaviy talab va standartlarga to'liq javob beradi. Jumladan, Germaniyaning Philips kompaniyasiga tegishli 24 soat ish faoliyatida bo'ladigan MRT, MSKT va 3 ta OTT apparatlari viloyatimiz uchun yangilik hisoblanadi. Bu apparatlar orqali organizmning ichki tuzilmalari yuqori aniqlikda tasviriga olinadi. Kasalliklarni erta bosqichda aniqlash imkoniyati oshadi hamda bemorlarga tez va aniq tashxis qo'yish imkoniyati yaratiladi. Dunyoning yetakchi ishlab chiqaruvchi kompaniyalariga tegishli endoskop apparati, LOR Combine, Holter, Treadmill test, yugurish yo'lakchasi, kolonoskop, TMS va shu kabi 100 dan ortiq zamonaviy tibbiy uskunalar orqali Qashqadaryo viloyatida birinchilardan bo'lib, eng zamonaviy diagnostika va davolash xizmatlarini yuqori aniqlik hamda xalqaro standartlar asosida taqdim etish imkoniyati yaratilgan. Maxsus to'rxonadan iborat Chexiyadan olib kelingan 30 dan ortiq fizioterapiya apparatlari bemorlarga murakkab operatsiyalar, jarohatlar va kasalliklardan keyin tezroq tiklanishga, asoratlarni xavfini kamaytirishga va qisqa muddatga to'laqonli turmushga qaytishga yordam beradi. Shuningdek, kundalik hayotdagi stresslardan xalos bo'lishga yordam beruvchi massaj kurslari hamda parafin kabi issiq muolajalarni ham olishingiz mumkin. Viloyatimizda yangilik hisoblangan gidrokolonoterapiya, plazmaferez, TMS apparatlari orqali ko'plab kasalliklarga 2-3 martalik amaliyot orqali davo chorasi ko'riladi. Shuningdek, immunologik, biokimyoviy, gematologik va genetik tadqiqotlarni o'tkazish uchun yuqori aniqlikdagi avtomatlashtirilgan uskunalar bilan jihozlangan zamonaviy laboratoriya mavjud. Statsionar bo'lim 4 blokdan iborat 250 kishilik barcha qulayliklarga ega palatalar joylashgan. Har bir palata tibbiy xodimlarni tezkor chaqiruv pultlari, individual ventilyatsiya tizimi, chiller, alohida sanuzel va dush xonalari, zamonaviy LED televizor, limitsiz internet hamda ko'p funksiyali kravatlar bilan jihozlangan. 3 mahal issiq ovqat, muntazam shifokorlar nazorati va hamshiralar qarovida statsionardagi har bir bemor o'zini qulay va shinam his qiladi. Klinikamizning operatsion blokida 5 ta zamonaviy operatsion xona mavjud bo'lib, ular xalqaro standartga to'liq mos keladi. Bu jarrohlik amaliyotlarining xavfsizligi va samaradorligini ta'minlaydi. Biz ilg'or texnologiyalar va eng yangi uskunalardan foydalanamiz. Bu esa shifokorlarimizga hatto eng murakkab operatsiyalarni ham bemor uchun minimal xavf bilan bajarish imkonini beradi. Har bir operatsion xona quyidagilar bilan jihozlangan: havo sterilizatsiya tizimi, zamonaviy anesteziologiya uskunalari, hayotiy ko'rsatkichlarni ko'rsatuvchi monitoring tizimlari. Bu esa bemorning holatini real vaqt rejimida nazorat qilish imkonini beradi. Bunday texnologiyalar va qat'iy xavfsizlik protokollari tufayli biz jarrohlik amaliyotlarini yuqori aniqlik bilan o'tkazamiz va bemorlarning operatsiyadan keyingi tiklanishini tezlashtiramiz. Klinikada minimal invaziv operatsiyalar uchun robotlashtirilgan tizim ham mavjud. Ular urologiya, ginekologiya, umumiy jarrohlik, tarakal jarrohlik sohalarida qo'llaniladi. Reanimatsiya bo'limimiz maksimal xavfsizlik va doimiy tibbiy nazoratni ta'minlash uchun maxsus jihozlangan. Bo'limda intensiv terapiya bo'yicha katta tajribaga ega shifokorlar va hamshiralar ishlaydi. Shu sababli biz
eng murakkab holatlarda ham samarali yordam ko'rsata olamiz. Shunday qilib, Javohir Medical Center bu shunchaki tibbiyot markazi emas, balki ilg'or texnologiyalar va har bir bemorga bo'lgan samimiy g'amxo'rlik uyg'unlashgan maskandir.